ta'lim olish degani o'zi tushunarli bo'lgan tilda olinish kerak-da bola bilgan tilida olish kerak, to'g'rimi? Bilmagan tilida sinfga qo'yilyapti. Bolaning manfaati buzilyaptimi? Buzilyapti. Lekin qonun bilan biz buni ota-onaga berganmiz. Ota-ona bolani o'rniga tanlayapti. Bolaning manfaatlarini buzyaptimi? Bu qonun bolani o'sha huquqini tiklab bera oladimi, yo'q? Demak, ta'lim to'g'risidagi qonunga ham o'zgartirish kiritishlik kerak. Bu jarayonni o'zida, bu qonunning predmetida u ham ko'zda tutilishi kerak edi. To'g'rimi? Ustun manfaat ta'minlamoqchi bo'lsanglar, ta'lim to'g'risidagi masalalarni ko'rib chiqqansizlar, yo'qmi? Qaysi ustun manfaatlarni himoya qilyapsizlar bu qonunda? Bolani ustun manfaati sifatida ta'lim olish tilini tanlash huquqi deb kiritish kerak. Bola qaysi tilda ta'lim olishi o'zi belgilasin, ota-onasi emas. Ota-onalar belgilayapti va bolaning manfaatlariga katta zarar keltiryapti. Bu havodan olib gapirilayotgan gap emas. Bizni partiyadoshlar juda ko'p maktablarda borib tahlil qildi. Faqat Toshkent emas, viloyatlarda ham borib tahlil qildi. 6-sinfgacha o'qiyapti. 1-sinfdan boshlab rus sinfida o'qigan. Qip-qizil o'zbek bola. Ota-onasi ham o'zbek, 7 urug' aymog'i ham o'zbek. Bolasini rus sinfiga bergan maqsad ezgu bo'lgan. Men uni noto'g'ri demoqchi emasman. Lekin bola butunlay 6-sinfga kelib, faqat tilni orqasidan quvlab yurib, 6-sinfgacha olish kerak bo'lgan ilmiy o'lchovlarni birortasini olmagan. Na fizikani boshlang'ich fundamental qismini olgan, na matematikani boshlang'ich fundamental qismini olgan. Faqat til o'rganish bilan shug'ullangan. O'qituvchim nima deyapti ekan deb og'ziga qarab o'tirish bilan shug'ullangan. 6-sinfga kelib bola fundamental bilimlarni bilmasdan ta'limning ikkinchi bosqichiga o'tyapti. Hech nima o'zlashtira olmayapti. 11-sinfga borib, mana universitetga imtihon topshirganlarni 0,2 ball olyapti-yu, mana shuni oqibati shu.